Qiz keltirish kelishimi. Abdori g'ayrat o'shur. Uning qiyomatlik do'stim degan so'zlari bo'lakcha urg'uliq chiqib, meni o'yga silib qo'ydi. Men faqat diqqat qilmabdiman. Sizni ko'rganimni eslayamayman g'ozodi. Yolg'on so'zlaganda faqatli chandurmaydi ekansiz, a? Savoqdishingiz Muratning qishida birga tomoq yegan qiz men bo'laman. Endi o tonigansiz? Ha, rost, Murat bir qiz bilan tomoq yeyotgan ekan. Xijil qilib qo'ymay deb ko'rishmagan edim. Shu qiz aslida sizgansizda? Rostli diqqat qilmabdiman. Murat bilan ikkimizning savoqdoshligini qandoq bilasiz? Mushu bir ig'iz so'zingiz bilan hamma niqovingizni yopaman demsiz? Shundoq, men sizni taniyman. Tanishlam emas, siz bilan bir sinfda o'qiganman Shakir. Uning har bir ig'iz so'zida ismimni tilga ilib so'zlishi yuragimga tegib turibdi. Texim men bilan savoqdoshman deydi. Faqat asliyanmadim. Aygul, Ro'shangullar mening kimligimni sizga demagan o'xshamamdi. Undaqda men sizga deb beray. Men bo'lsam siz bilan to'liqsiz 2-yillikcha birga o'qib, boshqa viloyatga yo'tkilib ketgan sizning ko'ni savoqdishingiz, partidishingiz Shamsiya bo'laman. Dadangiz qayerda ishlaydi deb qo'ysam, yo'shirib ketgan edi. Voy, ma ishni ko'ring. Siz shu men bilan chiqishib o'tgan, dadisi vali bo'lib yo'tkalganda bizni tashlab ketgan yiliqi Atvoxinim shuma? Shundoq, men bo'laman. Siz taniyolmagan bilan men taniyman. Ammo sizga deydiganim, hargiz men aldayman deyman. Sizning meni ashu ikkisi bilan birlashib, yo'l qishqi dastiman deganinglar bir o'yinli bo'lib, mushchaqda to'xtab qolsanglar bo'la. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Voy, bu qiz bizning maqsadimizni qandoq bilib qolgandi? Bundaq chaqda o'zimni oqlash uchun hammani bilmas bo'lib olmoqdan boshqa amalim yo'q edi. Men sizni nima deb oldig'udekman? O'ttirimizda hech bir adovat yo'q edi-ku deyman. Nimaga qarab meni xato tushunasiz, Shamsiya? Men Shamsiya deganni qamlashtirib urg'u bilan dedim. Ammo tuniginki bizning ko'chadan agib ketolmay yurganingiz menda gumon paydo qildi, Shakir. Sizga biz tarafdan nima bor? Bu yerda menga o'yin qo'yib, menga kuyib qolganligingizni isbotlash uchun shunday qilmaganlar bo'lsangiz, tunigin ilishib qolgandim demaydigansiz? U javob degandek ko'zlarimga tikilib qarab oldi. Elim yaxshi, boya tunugin nima bo'lgandingiz? Qaysi qiz tashlavatdi deganida hissiyotimni yo'shirgan ekanman. Bo'lmasa rasvolan bo'ladi ekanman. Uning boshdagi cho'chigandek bo'lib bilishi, keyin yumshab qolishi mendan gap elish uchunmi? Shundoq bo'lsa, u bizning ishimizdan xabari yo'q degan gap. Shundoq bo'lsa, menga yana fursat bor. Bo'ldi, qiling Shamsiya. Tunugin kishi raslam siz bilan munosabatsiz. Uyimdagilardan ozroq og'rinib uydan chiqqan edim. Buriladi bundaq chaqda aroq o'lputim bo'lg'achqa bilinmabdi-kan. Aroq deganni eg'izimga olmayman deb qasam qilgandim. Shunlashqa ochchig'imni bosamay, qasamimni unutib ketishdan qo'rqib, sizning taraflarga berib tursam, siz yodimga yetib qasamim esim turamiki degan o'yda siz taraflarga o'tgan o'xshayman. Qotmonlikdan qutulish uchun temani bo'radim. Uning psixikasi menga ayon edi. So'zingizga ishonib turay. Mana bu siz menga bergan muhabbat kitoblari. Sizni chekib boqay desam, degandek eng kattalardan tanlab berdingiz. Bir varaqmi o'qib boqmadim. Chunki men bu kitoblarni universitetda ko'rib bo'lgan. Hissiyotimni aldirab qo'zg'ataman degan xiyolda bo'lmang, Shakir. Sizmi meni aldabsiz-ku amsa? Sizmi deganingizdan qaraganda, siz meni aldayotgan bo'lmang yana. Xato tushunmang. Men sizni asla aldash xiyolda bo'lgan emasman. Biroq qiyomatlik do'stlarimning yaqinlaridan o'zimni qo'g'dimsam bo'lmaydi. Ular bilan nima ziddiyatinglar bo'g'itdi zodi? Cho'ng ziddiyatimiz yo'q. Bilmadim, ular meni hamma ishida dushmanim deb qaraydi-ku. Bilmoqchi bo'lsangiz, o'zlaridan so'rab ko'mamsiz. Vaqt to'shib qoldi, ishga chiqmasam bo'lmaydi. Qoldi gapni ishdan tushganda qilishaylik. Kasalingizni so'ramasam bilaman. Tuniginki qig'iningizlar zukam qiladi sizni. O'qil tugaganda xabar qilib qaytasiz. Aygullarga meningdan salom deb qo'ying. U chiqib ketdi. Men bilan nurg'un savollarni tashlab qo'yib ketdi. Hay, qutturib etishim ko'zimga ko'rinib qoldi. Qutturib etsam mayli-ku. Ammo xiyol g'arq bo'ldi. Hey Aygul. Sen meni nahko'ylarga soladigansan. Nima qilsang mayli-ku. Faqat rasvo bo'lmasam bo'ladi. Bu holat Shamsiyani qandoqmi suyay?
Bo'libmi sizlarning oldinglarda. U turib berami? Turib berish emas. Ularni bir yerga akilishmi bir mo'jiza bo'ladigandek ko'rinmoqda ko'zimga. O'qilimni tugutib, Shamsiyaga xabar qilishga erinib, Oygulni izlab maqdim. Uningdan uqmasam, bo'libmi 100 turani turib bilmasam bo'lmaydigan ishlar bor edi. Telefon qilsam, u yerdaman, bu yerdaman demaslik uchun ishxonasiga bevosita bordim. Afsus, u yo'q bo'lib chiqdi. Birga ishlaydigan Xanzo yo'ldosh meni ko'rib, Oygulning bir qancha kunlik ruxsat so'rganini. Ammo menish oldida men izlab kelib qolsam, berib qo'ying deb bir lepopni berganligini aytib, uni epadi. Lepopni ichib ko'rishdan ilgari uning telefon qilib baqdim. Telefoni etik chiqdi. Ro'shangulga telefon qilib baqdim. U yo'q bo'lib chiqdi. Ehtimol ikkisi birga bo'lish kerak. Qaraganda menda vaqtincha o'zini qochirayotgandek qiladi. Buning dalili balkim lepop ichididir. Xatni sirti ichib ko'rishni afsus ko'rib, uyga qaytdim. Opamlarni kezlimdan xotirjam qilib bo'lib, meni avvar qilmasligini tabalab, hujramga cho'kdim. Xat mundaq yozilgan edi. Qadrligim Shakir, meni hozirdan boshlab qadrligim deb chaqirg'ili qo'ying. Chunki siz men bilan to'xtam imzolab, bakmi xato ish qildingiz. Uzun yildan beri sizga kuyib yurgunimni pisandingizga olmay, meni xorlig'ingizning badaliga bu o'yinni o'ynashga, sizning hissiyotingiz bilan o'ynashib, meni qabul qilishga majburladim. Siz meni burunli qabul qilgan bo'lsangiz, bunda qatmal holatda qolmagan bo'lardingiz. Bilaman, siz meni so'ymaysiz. Sizga qizlar ko'yidi. Ammo siz hozirgacha biror qiz bilan rasmiy aralashganingiz yo'q. Sizning qizlarga o'xshasak, siz tex qizsiz. Meni shalloq, o'yinchi ko'rsiz balkim. Ammo menmi sizga bo'lgan muhabbatimni qadrlab, qizligimni sizga ataganman. Shunlashqa qandaqligi o'ylang, sirtqi jihatda shalloq ko'ringan men yanada paktirman. Asosiy temaga kelsak, men ishonamanki, siz cho'qim uttirsiz. Balkim bu xatimni ko'rganingizda uttirganligingizni jazmlashtirib bo'ldingiz-ku deyman. Men qarab turib sizga uttirdigan bu planni shuncha uzun planlamdiman. Bilsangiz, biz plan so'qiyotqali 1 yildan oshib ketdi. Sizga sizning muhabbat talabangizni rad qilgudek odam topa olgan bo'lsak, planimiz shu chaqning o'zida ishga oshgan bo'ladi. Afsus, muvaffaq nomzod topmoq bakmi taski to'xtadi. Shamsiyaning shahrimizga yo'tkilib kelishi bizga bir fursat bo'ldi. Chunki Shamsiya bizning oldimizda hargizmi yot bir er kishini so'ymaydi. Bo'libmi, mening va Rushangulning oldida shunday qiladi. Men deb beray. Shamsiya bizning to'liqsizda birga o'qigan savodishimiz. Ya'ni sizning partdeshingiz Shamsiyaning dal o'zi shu. Endi Shamsiyaning sizni so'ymaydiganlik sababiga kelsak, u bizning uyga kelin bo'lib kirmoqchi bo'lgan qiz. Afsus, akamning haraq tamakidan qo'l uzmaydiganligini bilib, to'y taklifini rad qilib, Urumchidagi xizmatidan voz kechib, bu shaharga kelib oldi. Ikki oilaning munosabati shuning bilan dast ketdi. Agarda u sizni so'ydimi, men bularni oshkorlayman-da, hozirmi qil ustida turayotgan ikki oila munosabati mangulik buziladi. Sen bilmasan kerak. Hozir huquq chambarkini markaz qilib aylanadigan, qudubachilik bilan kamtik yerlarini to'ldirib, huquq markazini kontrol qilib kelayotgan jamiyati uchun bu bir tepilg'usiz fursat. Biz ikki oilaning o'rni sana ayon. Ikki oila to'ylashdimi, ikki viloyat biz ikki oilaning huquq doirasiga kirdi degan gap. Shunlashqa kimmi bu to'yni buzishga urinadi ekan, u ikki oilaning o'rtaq dushmani degan gap. Uning ustiga birni haraq ichidigan deb to'ylash qilib unamagan bir qiz guvohchilarning oldida birdan bir er kishini suyib yursa, o'zi nim bo'lmoqchi?
xatlarimni tafsiliy ko'rib chiq. Shu chaqda o'tirdiganga tamba. Mening sana tekkinim tekkan. Buni qilsig'magan haqiqat. Sening o'tirdig'ining bilan o'xshash ish. Bu gaplarimni to'xtamni ko'rganingda tushunasan. Eng yaxshisi to'xtamni ko'rmagining yaxshi. Chunki kelgusidagi rafiqaning ba'zan yomon ahvollarini bilmasang, muhabbatimizga foydali deb qarayman. Bu xatni yozib seni xabardor qilishim bekordan avor bo'lib charchab yurmasliging uchun. Men va Roshangul sening yengilligining, mening necha yillik yurak yaramning saqiyib, sening vaslingga yetganimizni tabriklab kiydigan kiyim elish uchun Urumchiga ketdik. Dal sen yengiladigan kuni atdiganning aeroplani bilan qaytamiz. Biz qaytgan kunigacha telefonimiz edik. Xo'sh, amirg'im, ko'rishkicha o'zingni uqratma. Xatlarimning kelgusida isbot bo'lib qolmasligi uchun besib chiqarildi va imzo qo'yilmadi. Xat tugidi. Xat bilan mening qiz keltirishimmo mag'lubiyat bilan oxirlashadiganligi aniq bo'ldi. Men ishning mushundoq bo'lishini xohlabmi yuratdim. 30 ming yuanga Shamsiyadek bir qizga erishsam arzgudek ish bo'ladi. Ammo u jinning xatti deganidek nimasiga ishonadigandir. To'xtamda men ko'rmagan zodi nimalar bordi. O'ylaverib beshim og'rib ketdi. O'zim topgan baloga, naga boray davoga. Butun badanim bo'shib karvatga o'zimni tashladim. Jintaklarning Urumchiga ketganidan, ko'zimdan bir necha kun bo'lsa-mu yo'qolganidan xush bo'ldim. Bo'libmi, ularning oramizdagi to'xtamni Shamsiya ko'rsatib silishidan ansiraydim. Bu ishimmo hal bo'ladigandek qiladi. Qani, kelganni ko'rmamdiman. Ati nemishlar bo'ladi o'tixi. Bu 2 kunni buruqturmuluq, ichi titildash, kutish ichida o'tkazdim desammi bo'ladi. Okul urg'uzishni deb doktorga bag'inimni demasam, tala tuzgimi chiqib ketmadim. Jintaklarga to'lam uchun pulni tayyor qilib qo'ydim. Pul ishida uncha qisilib ketmaydim. Universitetda olgan o'qish mukofot pullarimning o'zimga yetib oshatdi. Ular oldida boshqa o'yinlarga javob beramay qolmay deganni xayol qilib, yana 20 ming yuan o'sh qilib oldim. Uydan chiqishdan burun Shamsiyaga telefon qildim. U telefonimni olmadi. Ahvoldan qaraganda jintaklar bilan tuzishgan to'xtamimizdan xabardor bo'lgandek qiladi. Bo'lmasa uning telefonimni olmasligi mumkinmi? Ko'p o'ylashni xohlamay uningga qisqacha yo'lladim. Shamsiya, kishilik turmushda odam kichikina xatolik sodir qilsa-mu, o'rnini to'ldirib bo'lolmag'idek oqibatlarga yo'l qo'yadigan ishlarmi bo'ladi ekan. Siz men to'g'riliq nima deb gap so'z anglamang, balkim anglag'aningiz rost bo'lishi mumkin. Qaysi kunki men to'g'riliq o'ylaganlaringizning ko'p qismi to'g'ri edi. Men oshxonaga sizni ko'rish uchun borgan. Boshqa ishlarni keyinchi fursat bo'lsa, men sizga deb beraman. Balkim menga fursat bo'lmasligi mumkin. Oxirda sizga deydiganim, men qanaqli xatolik sodir qilgan bo'lay, sizni oldigan bo'lay. Bundan keyingi Shokir ilgirki obro'y, o'yin qo'sh uchun boshqalarning izzat obro'y bilan hisoblashmaydigan, yolg'onni ko'midim deb qilaveradigan Shokir bo'lmasligi muqarrar. Xo'sh, omon bo'ling. Yig'ir yukdan qutulgandek yeniklab qoldim. Ishqa keldim. Afsus, ishxonamda 2 jintak saqlab o'ltiribdi. Qandaq jonim, odamni taqozo qilib, ishqi shunaqmi kechikkan bormi? Oygulning arkilishi g'idiqimni keltirdi. Ishqi tushadiganға yana 5 minut bor edi. Ahvoldan qaraganda ular kelgili xili bo'lgan bo'lsa kerak. To'q-poq emas kelvamay, uylagim berib kelisizlar, men qechib ketdim-mi? Qarang Shokir, sevgishlaringizning tatliqligidan Shamsiyani sevginingizda hushidan ketib qolsa qanday qilamiz deyman-a? Shunga taqozochilikda oldirib qoldik emasmi? Bo'ldi. Shamsiya nadi kelatdi? Uttirg'inimni tan olaman. Pulni ib keldim mana. Hujjat yozishib to'xtamni bekor qilayli. Voy, uncha oson ish yo'q. Yilimi pul deb qopsiz, pulingizning lozimi yo'q. Zakalat olgan pulingizmi sizning bir oylik japolaringizga to'lagan badal bo'lib qolsin. Shu to'xtamga amal qilsangizlar bo'ladi.
Oygulning bu so'zlaridan tishlarim g'uchirlab ketdi. Ochchig'im g'oyib edim. Hozirmi ko'rayotganlarim ochiq va obro'yparastlikning badali emasmi? Men bilmaydigan qandoq shartlaring bordi yana. Sening pul, oila imtiyozing deb akilaydigan lolmiloq o'xshatmasang bo'larmiki meni? Olama pulni. Sening mushu mardliging, axloqingni demisak, sen erkilab poqi yo'qdi bo'lar bu ishxonada. Yo'q, gapni talashmay to'xtam chiqaringlar. Men ishlamasam bo'lmaydi. Bu yerda talishib yursak sat bo'larmikin? Eng yaxshisi sirtqa chiqib, xoliroq bir joyni topsaq. Bu musiyli yuzlari xalq olam oldida poqpop yurmizon yana. Vay. Yuzim poq-poqli sizlardek atiganda boshqalarning qishida poqtatlab yurmadim. Qo'rqinchim yo'q. Ishxonam daveringlar. Bu ikki nozinin idoraga undimi birga ishlaydigan xizmatdoshlarim ishxonani bekorlab boshqa ishxonalarga chiqib ketadi. Bugunmi ishxonada biz uchimizla qolgan edik. Shunglashqimi mening ular bilan sirtqa chiqqim kelmadi. Yüzünüzü qısayacab o'zingizni bilmaydi ekansiz desa, tamnomni qo'lqiba, kelgusidagi erimning satchilikka qilishiga chidamayman dang, menga to'la gap qilmay. Nima satchilik? Qo'rsqimning og'riqi yo'q, davering. Og'riq yo'q. Mas bo'lganni doğru bilib, qildiganni qilib qo'yib, oq bo'lib azam bo'ladi demsiz. Yuring, sirtda ayrim paranglashimiz. Ro'shangul shundoq dedi va meni kaynimdan ittirib sirtqa haydadi. Hamda ustal ustidagi gazitga o'ralgan pulni bir qo'lida elib oldi. Ularga agishishga majbur bo'ldim. Qaysi kuni ular bilan ichib mas bo'lgandek ishlarning oxiridan xabarsiz edim. Ular degandek bir ish terib qo'ymagandim. Maslikda bir nima degili bo'lmaydi. Qandoq qaytdim, qaytqucha nemish bo'ldi, hammasi qilchimi xotiramda saqlangani yo'q. Atisi o'z uyimdan qo'pqanini bilaman. Hay maslik, odamni yer bilan tanqiladigan bo'ldingda mana. O'zimni nima qilgandiman deganni o'ylab, bu ikki jintakning masligimda menga qasd qilganmidi deganini faqat o'ylamabdiman. Ro'shangul mashinasini haydab shahar sirtiga ketyotdi. Oygul o'z-o'zini ko'z-ko'z qilishni o'ylamdi, mashina aynigiga qarab o'zini tuzashtirish bilan ovora. Men bo'lsam nima qilganimni aslayamay xiyol ichidaman. Oldi bilan Shamsiya xiyolimga keldi. U men uchratgan qizlar ichidagi haqiqiy bir gul edi. Uning bilan bo'lgan munosabatimiz mushining bilan tugab ketamdigandi. Oqibatini o'ylashga petnolmadim. Uning bu rasvoliklardan xabarsiz qilishini, anglashga tegishlik bo'lsa, mening o'z eg'izimdan anglashini bakma orzu qilardim. Afsus. Mashina daryo bo'yiga kelib to'xtadi. Mashinadan tushdim. İkisi mashina ichida qilib bir nimalarni maslahat qilishdi bo'g'ay kechikib tushishdi. Ular o'rin tanlashga bakma ustimi, daryo sohildagi bu tuzlanda bir insijinmi ko'rinmaydi. Lekin yurgim bir narsa bizga agishib olgandek. Mushu joydan tuyuqsiz chiqib keladigandek sizimda edi. Kelgan yo'limizga qaradim. Biz mangandek to'pchang to'zimidimi, yo'l ustida to'pchang to'zib yuradi. Ammo nimishqidir bu changlar tuzlanlikka chiqadigan do'nglik qishida g'oyib bo'lgan bo'lib, biz tarafda yo'q edi. Yurkim og'di. Bir mashina bizga agishib kelgan bo'lmasin. Shakir, to'xtamni bak ko'ygingiz batdi-ku. Keling, qanig'ichi ko'ring. Oygul chaqirdi. Qo'lida to'xtam bo'lsa kerak, bir varaq qog'oz menga tanlib turadi. To'xtamni oldim. Tezli ko'z yugurtdim. Afsus, to'xtamda meni o'sal qiladigan bir mazmun yo'q. Faqat eng oxirgi mazmunda meni uttirib qo'ysa, Oygul bilan to'y qiladi. Bo'lmasa to'xtamning qo'shimcha nusxasida deyilgani bo'yicha bir taraf qilinadi. Futuvasam Oygullarning hech qanday da'vosi yo'qligi deyilgan ekan. Biz deyishganda sen bilan to'y qiladigan gap yo'qdi-ku. To'xtamga obdan qarg'an bo'lsan ko'ratdi. Qo'shimcha nusxasi deganing nimasi undaqda? Seni bizga yezib bergan hujjating shu. Taddi bilan to'lab so'z qilsam-u, u qilchi qitiga ep qo'ymay, donima-dona javob beradi. Men sana qachon hujjat yezib berdim? To'xtam qilib qo'l qo'ygan-ku. Ro'shangulning uyida yozding-ku, to'xtamni imzolab bo'lib. Yolg'onni aytganda duduqlabmi qo'ymadi. Mening to'xtamni to'liq ko'rmayli qo'l qo'yganimni, ochchig'imda sesiq pulingni olmay ketganimni bilib turib, tuhmat qilma. Guvoching bormi?
Biz ikkimizning oldimizda qilganlaringga tavba qilib, hujjat yozib berganligingga ikkimiz guvoh. Sening bormi? Roshangulga qaradi. U rost degandek beshini lang'ishtirib qo'ydi. Hujjatni chiqara, ko'rib boqay. Nimda yozilgan hujjatligini va men yozmagan hujjatni qanday yozdi bilish uchun so'radim. Mani ko'r, o'zingning yozg'ini. Oygul so'mkisidan bir varaq qog'oz oldi va bu ko'paytirilgan nusxasi. Ko'rib bo'l, aslisini ko'rsatib qo'yaman. deb menga berdi. Hujjatga qaradim. Ostida rostla mening imzoyim turdi. Mazmuniga ko'z yugurtdim. Bosh qismini o'qib, yurgim sep ketib, turgan o'rnimda o'ltirib qoldim. Yolg'on! Yolg'on! Barcha ovozim bilan to'ldim. Ko'zlarimda yosh. Qog'ozni mo'jiqlab Oygulga otdim. Ifloslik! Ko'zimda yo'qlash! Ko'zimda yo'qlash! Yo'qol, hamma yo'qlash! Shakir, zan selib anglang. Yana keyin to'liq anglamabdi ekanman deb qolmang. Men sizga o'qib beray, ha? Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda.